Juda qiziq ma'lumot. Ba'zi Qozog'iston nashrlarining xabar berishicha, ayni vaqtda Markaziy Osiyoda O'zbekiston chorva bo'yicha nomer 1. Hozirda qozoqlar emas, balki o'zbeklar Markaziy Osiyodagi asosiy chorvadorlar hisoblanadi. Agar Sovet davrining oxirida Qozog'iston qoramol soni bo'yicha O'zbekistondan 2 barobar ko'p, qo'y va echkilar bo'yicha esa 3,5 barobar ko'p edi, mustaqillik yillarida vaziyat tubdan o'zgardi. O'tgan yilning oxiriga kelib, rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, shimoliy qo'shnilarimiz qoramol soni bo'yicha bizdan 2,5 barobar, qo'y va echkilar soni bo'yicha esa 1,5 barobar kam edi. Otlar va tuyalar soni Qozog'istonda bizdan ko'proq, ammo umuman olganda O'zbekiston Markaziy Osiyodagi asosiy chorvachilik davlatiga aylandi. 2023-yilning 1-oktyabr holatiga O'zbekistonda barcha toifadagi xo'jaliklarda boqilayotgan yirik shoxli qoramollar soni 13,9 million boshga yetgan. Solishtirish uchun 2024-yil 3-noyabr holatiga ko'ra Germaniyada 15 million qoramol bor edi. Bu borada siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.